Bu videoni birinchi ko'rib, nega militsiya xodimlari ayollarga kuch ishlatganini tushunmadim. So'ng bu video haqida ma'lumot qidirdim. Bu voqea Qashqadaryoda sodir bo'lgan. Aynan shu daladan o'sha yerda yashovchi fuqarolar mol, qo'y boqish uchun foydalanib kelgan. Lekin bir tadbirkor aynan shu dalani o'ziga o'zlashtirmoqchi bo'lgan. Ya'ni bu daladan foydalanmoqchi bo'lgan. Lekin o'sha yerda yashovchi ayollar bunga qarshilik ko'rsatgan. So'ng tadbirkor militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilgan. Militsiya xodimlari kelgandan so'ng ham ayollar militsiya xodimlariga ham qarshilik ko'rsata boshlagan. Militsiya xodimlari esa majburiy tarzda kuch ishlatib ayollarni bu daladan chiqarishga uringan. Militsiya xodimlari bu yerda o'zini ishini qilgan, lekin baribir ayollarga kuch ishlatib bunaqa majburlab, bunaqa sudrab olib chiqish bu razillikda, razillikdan boshqa narsa emas. Xoh militsiya bo'ladimi, xoh boshqa narsa bo'ladimi, bunaqa qilishga haqqi yo'q.